Xayrli kun qizlarjonlar, mana bugun biza hammada trendda bo'lgan Exitoma preparatini qilamiz. Bu preparat ikkita fazali bo'ladi. Shunaqa ikkita faza ko'rinishda. Birinchi faza bilan ikkinchi faza aralashtirib yuzga qilinadi. Bu juda ham zo'r fibroplastlarimizni mustahkamlab beradi, elastinni oshirib beradi. Yuzga zo'r stimulyatsiya bo'ladi va yuzni taranglashtiradi, ajinlarni yoyib beradi, yoshlantirishga ancha zo'r yordam beradi. Mana qizlarjonlar, biz hozir Exitoma preparatimizni bo'yoq yuzlariga qildik. Yarim peshona, yarim yuz. Ko'rib turibsizlar, hali qizarishlar bor. O'sha papukalarning izlari, iголкаning izlari bor. Biz bo'yniga ham qildik. Уже effekt сразу bilinyapti. Brilya ko'tarilgan, nosogubkalar ko'tarilgan. Уже даже qosh taraflari ham ko'tarilgan. Chunki bunaqasi aylantirib qildik. Lekin buni effekti o'zi bir hafta 10 kundan keyin bo'lishi kerak aslida, lekin hozir o'zida ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Zo'r bo'lgan.